alaykum. Jahon School maktabiga xush kelibsizlar, aziz mehmonlar, ustozlarimiz, ota-onalar, biz bilan birga ekanligingizdan juda ham xursandmiz. Bugungi savodxonlik bayramiga yig'ilganimiz sababchilari, birinchi sinf o'quvchilarimizni savodlari chiqib, katta bilim yo'liga qadam qo'yishlari munosabati bilan yig'ildik. Sizlardan iltimos qilamiz, uyali telefonlaringizni ovoziz holatga o'tkazib qo'yishingizni, tadbirimizni yanada chiroyli, tartibli bo'lishiga sabab bo'ladi deb umid qilamiz. Tadbirimizni ochish navbatini so'zni maktabimiz direktori Javohir Izodonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, orqadagi ovozimni eshitayotgan bo'lsanglar, xush kelibsizlar. Bugun maktabimizda juda ham quvonchli kun, juda ham boshqacha hissiyotlar beradigan kun. Sababi birinchi sinf qaldirg'ochlarimiz birinchi marta alifbe bilan o'zlarining sayohatlarini tugatishdi. Va bu yo'lda ozgina qiynalishdi ham, ustozlari bilan birga mehnat qilishdi va bu shunchaki bilim, shunchaki harf o'rganadigan bir kun emas, balki katta bir hayotga, katta bir olamga eshik ochadigan kun. Sababi endi ular o'rgangan harflari bilan, o'rgangan alifbolari bilan endi faqat so'zlarni emas, balki jild kitoblarni o'qib, o'rganib, olim bo'lishadi degan yaxshi niyatlar bilan shu yerga hozir yig'ildik. Bu yo'lda ota-onalarni qo'llab-quvvatlovi, ustozlarning yo'l yo'rig'i va sabr matonati va o'quvchilarimizning sa'y-harakati hammasi birlashdi va biz siz bilan hozir o'quvchilarimizning ilk ulkan katta muvaffaqiyatini nishonlash uchun yig'ilib turibmiz. Va umid qilamizki, farzandlarimiz bu muvaffaqiyat bilan cheklanib qolishmaydi va katta marralarni, katta yutuqlarni doimiy ravishda bundan keyin ham qozonib borishadi. Hammanglarni mana shu bayram bilan tabriklayman va tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat.
Xo'sh, sizlar mening bergan vazifamni juda zo'r qilib uddaladingiz. Endi esa biz bu bolalarni hech qanday bilim olmasligi uchun planshetda faqat bizni o'yinlarimizni o'ynashi uchun harakat qilishimiz kerak. Alifboni qamab qo'yinglar. Undan foydalanmasliklarini istayman. Xo'p bo'ladi, bajaramiz. Nega ham ketsizlar? Nima bo'ldi? Savodxonlik bayramida gadjetlar alifbe kitobini o'g'irlab ketishdi. Agar bolalar harflarni bilmasa, bizni ham o'qimay qo'yishadi. Men bolalarga raqamlarni, ular ustida amallarni bajarishni o'rganaman. Masalalarni ishlashda esa o'qishni bilishlari shart. Oh my God! Without letters, children cannot learn new information and travel around the world. Barchangizni eshitdi. Yuringlar, vaqtni yo'qotmasdan ularni qidiraylik. Robloxlar, Minecraftlar, kitoblarning malikasi qandaydir ish boshlashdi. Ularni ketidan poylang va rejalarni buzib xalaqit bering. Xo'p bo'ladi, bajaramiz.
ko'radi? Men hech qanday harf ko'rmayapman. Yaxshilab qarang. Men ko'ryapman, bir nechta harflar uzoqda ko'rinyapti. Unda yuringlar tezroq. Biz bu harflardan qayerda eng zo'r bilim berish manzilini so'rab, qolgan harflarni ham yozib olishimiz kerak. Nega bular bunday do'stona munosabatda? Nega bular xursandchilik qilishyapti? Bular bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rishar ekan, juda ham ahil ekanlar. Siz bularni kuzating. Ular bilimlar makoniga olib boradi. Biz ularni ortidan borib, u yerdagi bolalarni o'z o'ylarimizga o'rgatamiz. Qarang, u yerda bizdan qochishga ulgurgan harflar bor ekan. Bahonada ularni ham tutib olamiz.
Orzularimiz bo'lar poyloqda o'qish biz uchun eng katta baxt. Nurli kelajak kutar oldinda, natija zo'r mehnat borunda. Sirli bilim va tarbiya maskani, samimiy kulgu tilar har oni. Chiroyli sinflar, ustozlar mehribon, cheksiz bilimlar berar har zamon. Hamma bola bu yerda teng, hurmat do'stli eng katta. Orzular sari yetaklar shur, o'qituvchi yo'l ko'rsatar nur. Obod qilib boqadi bizga o'yin va ilm ijod birga. Loyiq farzand bo'lib yetishamiz, lider bo'lib kelajak quramiz. Demak, siz Arabiy kitobingizni o'rnagan ekansizda. Jahon School planshetini chaqirib kelamiz. Jahon School planshetini osongina tizimini buzib, barcha o'yinlarni unga yuklaymiz. Natijada hech qaysi bola bilim ola olmaydi. Assalomu alaykum. Jahon School'ga xush kelibsiz. Tushunishim bo'yicha, siz mening tizimimni buzmoqchisiz. Bundan sizga nima naf? Biz bolalarni zeriktirmaymiz.
Bizni o'ynagan bolalar ota-onasiga xalaq qilishmaydi. Faqat biz bilan o'ynab o'rishadi. Eng ko'p vaqtlarni bizga sarflashadi. Bolalar qandaydir kitob harflarini o'qib o'tirishmaydi. Biz bilan chalg'ishadi. Bolalar ham xursand, ota-onalar ham xursand. Bolalar meni juda ham yaxshi ko'rishadi. O'quvchilarimiz ilmli, odobli bo'lishlari uchun mening dasturim juda qulay, beziyon hamda foydali mutolaa, qahva, duolingo, shaxmat va shashka kabi ilovalar bor. Bizning maktabda bolajonlar bolalikdan mehnatga, bilim olishga, til o'rganishga va odobga o'rganishadi. Uning uchun siz yomon odatlaringizni tashlashingiz kerak. Agar siz jahon skuli o'qishdan xohlasangiz, avvalo bolalarning sevimli kitobi alifboni qaytarib bering. Hozir olib kelamiz. 4 oy davomida bolajonlar mendan hamma harflarni o'rganib oldilar. Sizlar endi o'qishni, yozishni bilib oldingiz. Biz alifbe kitobini qidirib yurgandik. U bilan bolalar bizga katta yordam berishdi. Mana ey dili-oqlar, fan ilmiga chanqoqlar, minnatdorman sizlardan, baxtli o'g'il qizlardan. Bolajonlar, siz mendan ko'p narsalarni bilib oldingiz. Fursat yetdi, siz bilan xayrlashib ketaman.
munosib va mag'rur egasi bo'lmoq. Buyuk O'zbekistonni ta'riflashga ojizdir, taomlari betakror, esingiz yaylaydi dil, shaharlari beqiyos, bir-biridan qolishmas, odamlar shijoatli mehnatdan hali bitilmagan dostonlarim bor, bulbullar sayragan bo'stonlarim bor, dorug'i dostonim hur O'zbekiston, ulug'lar kuylagan yurt O'zbekiston. Kelajak o'z qo'limizda, harakatda bo'lganimiz, yurtimiz rivojiga hissamizni qo'shganimiz, ona vatan bilginki sen ishonchli qo'llarda, doimo avtaqloyimiz doston bo'lib dillarda. Endi navbat
o'quvchilarimizni taqdirlashga so'z navbatini maktabimiz direktori Latif Obidjon ustozga beramiz. Assalomu alaykum bolajonlar. Hozir bir tuzatish qilib ketdik, direktor o'rinbosari. Hayajonlandim ustozim. Men hozir o'zim ham hayajondaman. Nimaga? Chunki bolalarimiz sahnada turishibdi. Juda ham go'zal, sahna ko'rinishlari ham go'zal. Bolalarimizni biz bugun savodlari chiqdi, alifboni o'rganishdi, harfni o'rganishdi, o'qishni o'rganishdi desak, bolalarimiz ko'z tegmasin, jamoaviy birgalashib sahna ko'rinishini ko'rsatadigan, kerak bo'lsa ota-onalarni qoyil qoldiradigan, bizni ham qoyil qoldiradigan darajaga chiqishibdi. Buning uchun bitta olqishlab qo'ysak ham shu o'quvchilarimiz. Mana shunaqa darajaga olib kelishda timmiy astoydil mehnat qilgan ustozlarimiz ham orqada turishibdi, sahna ortida. Ustozlar sizlarga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz va sizlarni ham olqishlab qolamiz. Insonlar hayotida o'sha katta hayotga yo'l qadam qo'yadigan va o'zini savodli insonlar qatorida ko'rishni boshlaydigan unutilmas bugungi kun. Mana shu kunni Jahon School maktabini 1-sinf o'quvchilariga bir chiroyli, yoqimli, kerak bo'lsa bir eslab maza qilib xursand bo'lib beradigan sovg'alarni ulashishni lozim topdik. Mana shu sovg'alarni hozir ustozlar berishadi. Ustozlar, qani birgalashib berar ekanmiz. Marhamat. Bolajonlarimiz juda ham xursand bo'lishadi degan umiddaman. Har birimizga degan joydan. Marhamat. Mayli bo'ladi. Men ziydi olaman.
mana bolajonlarimizga juda yaxshi tarbiya qilishibdi. Mana yaxshi mana o'yin kulgili bo'ldi. Arbiya bayramida olgan bilimlarini bizga mana chiroyli juda chiroyli o'yinlari bilan, o'zlarini zehnlari zukko bilimlari bilan mana bizga o'z bilimlarini ko'rsatishdi. Hammalarga xush kelibsizlar. Biz juda xursandmiz. Chunki bolalarimiz shu jahon shu maktabida bilim olishayotgan ekan. Biz juda xursandmiz. Chunki bolalarimiz bu yerda o'z bilimlari bilan bizning O'zbekistonimiz, yangi O'zbekistonimizga shunaqa yetukchi, ilmli, bilimli, zehnli, hamma ishda bilimdon yigit va bilimdon bo'lib o'sishadi va oliy o'qishlarga kirishadi. Kerak bo'lsa chet ellarda o'qish bo'lib, chet elliklar bizdan o'rin olishsin. Mana shunaqa bilimli bizning farzandlarimiz voyaga yetayotganida sizlarga kattakon rahmat. Mana shu rahbariyatga rahmat, ustozlarimizga rahmat. Shunaqa farzandlarimizga yaxshi bilim berayotganingizga juda xursandmiz. Xush kelibsizlar hammangiz. Sog' bo'ling. Hammalar uchun rahmat va bugungi tadbirimizga tashrif buyurganingiz uchun hammaga yoqtirgan umiddamiz. Yana bilim olishda shaftar qadamlar bilan qadam bosamiz. Bugungi bayram bilan hamma o'quvchilarimiz va ota-onalarimizni muborakbod etamiz. Rahmat.